Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, aziz talabalar. Navbatdagi ma'ruzamiz to'la differensiallanuvchi tenglamalar va integrallanuvchi ko'paytuvchini topishga bag'ishlanadi. Ya'ni to'la differensialli tenglamalar nima degani va to'la bo'lmagani qanaqa qilinadi, shuni yechishga bag'ishlanadi. Demak, ta'rifdan boshlaymiz. Demak, mana bu tenglama to'la differensial tenglama deyiladi agarda quyidagi shartimiz bajarilsa. Mana bu shartimiz bajarilsa, ya'ni x bo'yicha olingan mana bu m dan x bo'yicha olingan y bo'yicha olingan hosila n dan x bo'yicha olingan hosilamizga, xususiy hosilamizga teng bo'lib qolsa, ya'ni mana shu shart bajarilsa, unda berilgan tenglama nima deyilar ekan? To'la differensialli tenglama deyiladi. Demak, mana bu tenglamamiz, ikkinchi tenglamamiz to'la differensial tenglama deyiladi. O'zi to'la differensial ta'rifi mana berilgan edi. Ko'p o'zgaruvchilik funksiyalarda siz to'xtalib o'tgan edingiz. Bu yerda m berilgan funksiyadan x bo'yicha xususiy hosila, n esa y bo'yicha xususiy hosilani bildirar edi. E'tibor bering, bu yerda y bo'yicha hosila olyapmiz. X dan y bo'yicha oldik, bu yerda y dan x bo'yicha oldik. Demak, aralash hosilalar bo'lyapti. Aralash hosilalar tengligi bajarilsa, demak, uzluksiz funksiya uchun nima bo'lib qoladi? Bu to'la differensialni haqiqatan ifodalayotgan bo'ladi. Demak, berilgan tenglama to'la differensial tenglamami yo'qmi tekshirishimiz uchun biz doim shunday yo'l tutamiz. Ya'ni mana shu shartni bajarilishini tekshiramiz. Agar shu shart bajarilsa, unda yechim mana bu ko'rinishda izlanadi. Ya'ni m x y dx plus phi y, ya'ni hozircha noma'lum bo'lgan funksiya ko'rinishida izlanadi. Natijada undan keyingi algoritm qanaqa bo'ladi? Demak, berilgandan integrallaganimizdan keyin y bo'yicha xususiy hosila olib, ikkinchi qismiga, ya'ni n ga tenglanadi. Bu yerda shunday qilib phi shtrixga nisbatan oddiy tenglama hosil qilamiz. Bu yerdan phi ni topib turib, o'rniga olib borib qo'ysak, u yechimni, umumiy yechimni mana bu ko'rinishda yozgan bo'lar ekanmiz. Hop. Demak, mana bu tenglama berilgan bo'lsa, bu tenglamani umumiy ko'rinishdagi yechimi, demak, ikki ko'rinishda yoziladi. U x y ko'rinishda yoziladi. Endi boyagi tenglik mana teorema sifatida berilyapti. P dan y bo'yicha, q dan x bo'yicha xususiy hosilalar teng bo'lsagina bu tenglama nima deyiladi? To'la differensialli tenglama deyiladi. Hop. Umumiy yechimni biz berdik. Algoritmni gapirdik. Endi misol ko'rib o'tamiz. Mana berilgan bo'lsin differensial tenglama quyidagi ko'rinishda. P'imiz demak bu yerda 2x minus 5, q'imiz 3y kvadrat plus y kvadrat plus x kvadrat ekan. Nima qilamiz? Y bo'yicha xususiy hosila olamiz. Y bo'yicha xususiy hosilada biz bilamiz, nima qilamiz? Y ni o'zgaruvchi, y dan boshqa hamma narsani son sifatida qaraymiz. Shunda bu 2x bo'ladi. Q'dan ikkinchi qismidan, ya'ni endi x bo'yicha xususiy hosila olamiz. Bu yerda 2x ekan. Demak, ko'rishimiz mumkin, bu xususiy hosilalar teng bo'ldi ikkala tomonda ham. Demak, bu berilgan tenglama nima ekan? To'la differensialli tenglama ekan. Endi berilgan to'la differensial tenglamani umumiy yechimini topishimiz uchun demak, mana bu ko'rinishda izlaymiz. U yechimimiz demak, birinchi qismi dx plus phi y ko'rinishda izlanadi. Buni integrallaymiz albatta. Integrallasak, demak, nima bo'ladi? X kvadrat y minus 5x plus phi y ko'rinishda keladi. Endi ikkinchi qadamimiz mana shu hosil bo'lgan yechimimizdan, hozircha chala yechimimizdan, chunki phi noma'lum. Mana shundan y bo'yicha xususiy hosila olamiz. Y bo'yicha xususiy hosila olib, ikkinchi qismimizga tenglaymiz, ya'ni q'ga tenglaymiz. Bu yerda q'imiz demak bu yerda 3y kvadrat plus x kvadrat edi. E'tiborli jihati, bu yerda shu tenglikda endi bizga yangi tenglama paydo bo'ladi. Phi shtrixga nisbatan bu yerda faqat y qolishi kerak. Ya'ni x lar yo'qolib ketishi kerak bo'ladi. Ya'ni barcha misollarda shunga e'tibor bering, bir o'zgaruvchilik bo'lib qoladi. Shundan so'ng phi shtrix y ni ko'rib turibsiz. Demak, phi y ni topish uchun integrallash, bir marta integrallash yetarli bo'ladi. Uni integrallaymiz va topilgan yechimni olib borib, ya'ni phi y ni olib borib, umumiy hozircha chala yechim degandik, o'sha joyga olib borib qo'yamiz.
Olib borib qo'ygandagi yozilgan yechim mana shu ko'rinishda keladi. Demak, berilgan yechim mana shu ko'rinishda ekan yoki umumiy integralni mana bu ko'rinishda yozishimiz mumkin ekan. Hop, agar o'sha shartimiz, ya'ni to'la differensialni ifodalovchi 3-shartimiz bajarilmasa, berilgan differensial tenglama to'la bo'lmagan differensial tenglama deb yuritiladi. Bu to'la bo'lmagan differensial tenglamani to'la bo'lgan differensial tenglamaga keltirish mumkin. Faqat quyidagi integralni ko'paytuvchi deb nomlanuvchi mana bunaqa ma'lum bir funksiyaga ko'paytirish orqali bunga erishishimiz mumkin. Xususiy hollarda bu t funksiyamiz bir o'zgaruvchili bo'ladi. Tx yoki ty ko'rinishda bo'lsa, uni mana bu ko'rinishda izlab topishimiz mumkin. Ya'ni integrallovchi ko'paytuvchi formulamiz tx bo'lsa 7-formula, agar y ga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, demak 8-formula bilan topiladi. Demak, bu formulalarimiz qanaqa formulalar ekan? Integrallovchi ko'paytuvchi formulalar ekan. Shu formulalar bizga integrallovchi ko'paytuvchi topishga qo'l keladi. Hop, bu formulalarni ya'ni keltirib chiqarganmiz. Bu yerda mu bilan ham yozishimiz mumkin. X bo'yicha, y bo'yicha demak quyidagicha bo'ladi. Misol bilan tushuntiramiz. Berildi misol, to'lami, to'lamasmi tekshiramiz. Birinchi algoritm bo'yicha demak ishimiz pximiz quyidagicha, qximiz quyidagicha, x bo'yicha xususiy hosila olib ko'rdik. Y bo'yicha xususiy hosila oldik paydan, ikkinchi qdan x bo'yicha xususiy hosila oldik. Ko'rishimiz mumkin, ular teng emas. Bular teng bo'lmadi. Demak, bu berilgan tenglama nima ekan? To'la differensial tenglama emas ekan. Endi integrallovchi ko'paytuvchi topishga harakat qilamiz. Integrallovchi ko'paytuvchi topishda demak 7-8-formulalarni biz bayon qildik, lekin qaysi birini qachon ishlatishimizni bilishimiz uchun mana oldindan ozgina o'ylashimiz kerak. Bir o'zgaruvchilik bo'lib qolishi kerak soddalashtirishdan oldin. Shunga qarab tanlanadi. Bu yerda x ga bog'liq ekan. Mana bu birinchi 7-formuladan foydalandik. O'rniga olib borib qo'ydik, soddalashtirdik. -2 x bo'ldi. Tx'imizni endi topishga kirishamiz. Integralladik va natijada bizda 1 x kvadrat paydo bo'ldi. Demak, bu ifoda integrallovchi ko'paytuvchi ekan. Xo'p, bu nima karomat ko'rsatadi? Buni foydasi shundaki, berilgan demak to'la bo'lmagan differensial tenglamamiz mana shu funksiyaga ko'paytirish natijasida mana ko'paytiryapmiz. Ikkala tomonni shu integrallovchi ko'paytuvchi deb nomlanuvchi funksiyaga ko'paytirish orqali to'la bo'lmagan differensial tenglama to'la differensial tenglamaga kelib qoladi. Mana ko'paytirish natijasida ifoda hosil qilindi va tekshirishimiz mumkin. Bu ifodadan x bo'yicha va y bo'yicha xususiy hosilalar olib ko'rilsa, ular tengligini ko'rishimiz mumkin va endi to'la bo'lgan differensial tenglamamiz avvalgi bayon qilgan usulimiz yordamida bemalol ishlanadi. Tushunarli? Demak, phi shtrix qidirilyapti, phi topilyapti, o'rniga olib borib qo'yiladi va nihoyat o'sha yechimimiz hosil bo'ldi. Umumiy integralni esa mana bu ko'rinishda yozishimiz mumkin. Shunday qilib biz sizlar bilan demak to'la bo'lgan differensial tenglama va to'la bo'lmagan differensial tenglamalarni yechishni o'rgandik. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' bo'linglar.